Assalomu alaykum yaxshi bolajonlar. Bugun men sizlarga mollarini yutqazgan Rukona hikoyasini so'zlab beraman. Rukona ibn Abduyazid Quraysh yigitlari ichida jasur va kuchlirog'i edi. Bir kuni u Makka ko'chasida turgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam unga dedilar: "Ey Rukona, iymon keltiradigan payt keldi. Sen ham mo'jiza ko'rsatishimni istayapsanmi?" Rukona uzoqdagi bir daraxtni ko'rsatib, "Agar Allohning elchisi bo'lsang, shu daraxtni chaqir. Uni yarmi kelib sening haq payg'ambar ekaningni tasdiq etsin. Men shunda iymon keltiraman" dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam daraxtga qarab ishorat qilgan edilar. Uning yarmi kelib, u zotga salom berdi. Keyin u zot alayhissalom o'z o'rningga qayt deb yana ishora qildilar. Daraxt borib qolgan yarmiga yopishdi. Ushbu mo'jiza haqida rivoyat qilgan sahoba aytadi: "O'sha daraxtni ko'rdim. Yopishgan o'rni uzun ip tortilgandek bilinib turardi." Mo'jizani ko'rgach ham Rukonaning qaysarligi to'xtamadi. U o'zining jismoniy kuchini pesh qilib: "Ey Muhammad, endi ikkalamiz kurashamiz. Agar meni yiqita olsang, bir qo'ra qo'yim bor. Uning hammasi seniki bo'ladi" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Rukonani bir hamladayoq yer tishlatdi. Uning a'zoyi badani bo'shashib, sharmanda bo'lib o'rnidan turgach, "Armonim qolmasin, yana kurashamiz" dedi. Bu safar ham sharmandalarcha yiqildi va hayron bo'lgancha o'rnidan turib: "Ey Muhammad, Quraysh majlisida endi men haqimda nima deysan?" dedi. "Rukonani yiqitib, uning yarim molini o'zimniki qildim deyman" dedilar. "Zinhor bunday deya ko'rma, bu men uchun ulkan sharmandalik bo'ladi. Menga hadya qilib berdi deb ayt" dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam: "Men yolg'on gapirmayman" dedilar. U: "Hech yolg'on gapirmaganmisan?" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Albatta yolg'on gapirmayman ham" dedilar. Shundan so'ng Rukona: "Sen Allohning haq payg'ambarisan" deya iymon keltirdi.